إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda omonat haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Shaksizki biz omonatni osmonlarga, zaminga va tog'larga tangladik. Ular uni ustiga elishga unimidi. Onun məsuliyyətini qorxdu. İnsan bolsa, onu üstüge aldı. İnsan həqiqətən üzüge zulüm qılğıcıdır və bəkmu nadandır. Allah-u Qurtubi bu ayətdəki amanətni bütün dini məcburiyyətlərinin həmməsini öz üstüge aldı deyə təfsir qılğan. Allah Taala insanga bu amanətni yüklüge vaxtda onunğa yetərlik aql, idrak, kuch-quvvat ve irade, xahiş ata qilgan. Amanet birer ishni qilishda samimiy, rostchil ve ishonchli bo'lish deganlik bo'lib, bu xiyonatning tamamen aksi. Bu amonatning lug'at ma'nosi. Endi uning shariat atalg'usidagi ma'nosi inson ado qilishga, qo'g'dashga ve saqlashga buyurilgan har qanday amal, har qanday narsa şu amanet deb ataldı. Kuyulgan amanetlerini saklaş, birovning sırrını saklaş, birovga yetkizib qo'ying degan gapni yetkizib qo'yish, bekimga demang degan gapni demaslik, bularning hammasi amanet. Umuman aytganda Allah Taola'nın buyurganlarının hammasi bizning ustimizga amanet. Yani biz la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb shahodat kelimasini aytib, musulmon bo'lgan kunimizdan boshlab dinni yetkizish ve dinge amel qilish, dinni qo'g'dash bizning ustimizga amanet bo'lib yuklanadi. Yani biz ustimizda bir amanet bor kishilar bo'lgan bo'lamiz, musulmon bo'lgandan keyin. Endi amonatning turlari nihoyat ko'p. Kishilarningki nazarda umumlashib qolgan amanet bir amanet, bir narsani kishilarning pul mol amanet deydi, masalan, bir amanet qo'yish. Shu mashhurlab qolgan. İnsanlar amanet dese derhal ko'ngliga shu keladi. Yani bu mu amanetning bir türü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan Müslümanlar onun tili ve kulu bilen ziyan yetişidin salamet bo'lalgan kishidir. Mümin insanlar qini ve mal mülküge onundan ziyan yetişidin aman bo'lgan kishidir deydi. Bu hadiste ma'lum ki haqiqiy mümin Müslüman adam kishilarning mal mülkini her qanday qimmatli narsani onu da amanet koysa, koyalaydigan, xatirjam bulalaydigan ishonchli kishi degan bo'ldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shundoq ishonchli kishidiki, musulmonlarning nazarida o ishonchlik, kafirlarning nazarida mi ishonchlikdi, kafirlarning ishonchlik deydi. Çünkü o'ziga dushman bo'layotgan mushriklar qimmatli narsalarni, qimmatli oltin, kumush bunda narsalarni Rasulullah'a amanet qo'yatdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret qildigan chaqda o çağda nayet mühim bir vakit emdi. Çünkü müşriklerin hem kabilesinden birinin adamını çıkarıp bir kişidigina Muhammed Aleyhisselam'a hücum kılıp neyziler bilen kirip öldürüp etip şunu olan hem kabile öldürgendiken bu Muhammed Aleyhisselam'daki kabilesi hem kabileden nime alamaydı, intikam alamaydı, hemmesi tenkilenmeydi. Anda müşrikleri öldürmemiz diye vakit şu Resulullah'ın hicret kılışqa atlanıp atқан vakit xatarlik bir vakit. Şunda bir vakitte üzünün cenivilen üzde müşriklerin amanet koygan amanetlerini yetkiziş için Ali radıyallahu anhu'nu akıda kaldırıp sen benim akamda mağma amanetlerin ilgili tapşırıp durup bunun degen kegen dep amanetini tapşırışqa yani üzüge düşman bo'lgan kafirlarning amonatini o'zlariga salomat topshirish uchun Ali radhiyallohu anhuni qopqab ketgan Rasululloh. Kishilarning nazaridagi kichik sanalgan cho'ng amonatlar bor. Masalan, kishilar odatda
bekimden pul o'tnasin yo cho'ngroq bir narsani o'tnagan bo'lsa yoki bekim saqlab qo'ying degan bo'lsa cho'ng narsani bu omonat deb biladi. O amanat deydi, endi uni saqlaydi yoki o'tnagan bo'lsa beradi pul o'tnagan bo'lsa. Ammo kishilar birasidan biri kitob oriyat olgan yoki bir unalg'u yoki bir sinalg'u yoki qo'shnilardan biri yengniga chog'liq bir narsani oriyat ep turib yoki shundoq kichik narsalarni siz paloniga berib qo'ying bu narsani degan bo'lsa, bu kichik sanag'anlikdan bunga ahamiyat bermay u omonat ado qilmasa xiyonat qilgan bo'ladi. Chunki omonatning cho'ng kichigi yo'q. Cho'ng narsa bo'lib kelsin, kichik pulga yaramaydigan narsa bo'lib kelsin, ber omonat, uning eti omonat hamdi. Omonatga xiyonat qilish munofiqlarningki bir sifati hamdi. Mu'min odam omonatga qat'iy xiyonat qilmaydi. Mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, har qanday, mayli so'z bo'lsin, aytib qo'ydigan bir so'z bo'lsin yoki aytmaslikqa tegishli bir so'z bo'lsin. yoki oddiy bir narsa bo'lsin, pulga yaramaydigan narsa bo'lsin. Aşı bo'lsinmi, omonat mavdabni saqlaydi. Masalan, kishilar deydi, "Ma gapni biz deyishdik, hamda paloniga deb qo'ymizlar yoki bekimga demang" deydi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda degan, sizga bekim gap qilib o'tib turib, atrofimda qarayotgan bo'lsa, sizga degan gap bu omonatga aylandi deydi. Ya'ni gap qilgan odam boshqa odam anglab qoldimi, anglab qolmadimi deb qarab o'tib, uni gap qilgan bo'lsa, bu omonat siz saqlang deyishning hech hojati yo'q. Bu omonat ustingizga deydi. Uni bekimga demaslik, endi omonat. Mu'minninki eng alohidligi shu anda omonatni saqlash. Nurg'un alohidligi var endi. Alohidliklarning ichidagi eng chong bir alohidlik ham omonatni saqlash. Bu omonatni saqlaydigan insonlar haqiqatan endi insonlarning orasidagi sarxillar, mu'minlarning ichidagi sarxillar hisoblanadi. Endi ilm setimdagi omonat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda rostchil tijoratchi qiyomat kuni payg'ambarlar, rostchillar, shahidlar bilan birga bo'ladi degan. Endi rostchillikning ta'siri nima? Xiyonat. Shunga masalan tijoratda molninki aybini ochiq oshkor deb, nada ishlanganligini ochiq oshkor deb masalan, qaysi davlatda ishlanganligi, markasini ochiq oshkor deb bunda setish bir omonat bo'lsa, u aybini yushirib yoki boshqalarning markasini chaplab, boshqa bir yerdan kelgan bo'lsa, biz boshqa yerdan keldik deb setish masalan, bu endi xiyonat masalan. Bu insonlar dunyosida jiq umumlashgan bir xiyonat turi. Endi vazifa ustidagi omonat masalan, bir doktor yana boshqa bir doktorga yaxshi chaq bo'lish yoki doktorxonaga jiq kirim kirgizib yaxshi bo'lish uchun kerak bo'lmagan analizlarni elishga buyurib, xalqning yanchiqidan pul chiqarish, bu rasmiy xiyonat. Kerak bo'lsa, shunda qilsa bo'ladi. Endi kerak zarur bo'lmagan narsaga ayndaq qilish. Masalan, bir remontchining hamda odatda mashinaning almashtirmosin bo'lgan narsani, zapchastini, parchalarini ashundan chiqim chiqarish uchun, o'zi foyda tepish uchun almashtirganga o'xshash masalan. Odatda masalan bir yerda ishlaydigan kishilarning mayli ishchi xizmatchi bo'lsin, nim bo'lsa bir yerda ishlaydigan kishilarning soatga qarab, soatni o'tkazib, ish qilmay o'tkazishi. Bu omonatga xiyonat qilgan bo'lsa, omonat chunki vaqtni berdi, aniga maosh berdi, fursatni berdi, bir ish qiling deb. Endi uni qilmay o'tkazib o'tish, endi uni bir omonatga xiyonat qilganlik hamda bolalarni tarbiyalashdan tortib, qulum qo'shnilarga muomala qilish, tuqqanlarga muomala qilish, musulmonlarga muomala qilish ishlarida omonatdorlik bo'lish musulmonlarningki go'zal axloqlardan biri. Endi sir saqlashdagi omonat endi sir saqlash degan bu nihoyatda bak muhim endi bu insonlar sir saqlashga omonatdor bo'lish sifati bilan qadr qimmatga ega bo'ladi. Sir saqlay olmaydigan insonlar bo'lsa, onunki qadr qimmati bo'lmaydi. Qarindoshlarining oldidami, insoniyatning oldidami, jamoatning oldidami uning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Chunki hech kim unga yuragidagini ayta olmaydi anda bo'lgan ekan. Agar sir saqlay oladigan bo'lsa, bu Rasulullohni va butun payg'ambarlarni o'ziga ulgu qilgan inson bo'ladi hamda. Endi ayolning omonati, ayolni nikohlab olgandan keyin bu ayol erning ustiga bir omonat, ota-onasidan uni omonat. Shunga uni Qur'on Karimda va akhadna minkum misaqan ghalida deydi. Ya'ni ular sizlardan mustahkam olgan tulsa deydi. Bu mustahkam ahdi qasi men sizga talib bo'ldim degan vaqtida qabul qilganligi.
şu qabul qilganligi mustahkam bir ahdini olganligi hamda. Hamda nurg'un kishilar bu ayolni o'zining mulkiga o'xshash yoki xizmatchisiga o'xshash hamda bundoq ko'rishi mumkin. Lekin ayol bir hayot sheriki. Erning qanday huquqi bo'lsa, ayolning shunday huquqi va oilada ayolning mas'uliyati, jafosi hammadan uningdan bakroq hamda uni. Uni haqiqatan eg'ir hamda uni. Şuna bu ayolning qadrini bilish kerak va ularni hurmatlash kerak. Ayolni qanchalik hurmatlasang, bolalaring seni hurmatlaydi hamda. Bu hamda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlaridan biri. Hamda omonatni kengaytsak, omonat shu bizga hammasi bizning ustimizda omonat masala. Tinimizning saqligi bizga omonat. Alloh taolo bizga sog'lom bir tanni berdi. Mushu tanda sen ishligin, shukr qilgin, qulchilik qilgin.